Mana o'sha Sodiq Samarqandiy Turkiyada yuradi. Bularda alohida guruhi bor. Bularga nechta shogird bo'lib ketyapti. Menga kelsin demayman, men qoshim uchib turgan yo'q, uni o'qitaman deb. Lekin u bolalar nima o'qiyapti degan savol. Nega o'sha bolalar o'sha joyda ilmni olib turib, mazhabsiz aqidani, buzuq aqidani bizga olib kiradi shular. Nima bo'lamiz ertaga? Xudo tepada arsh ustida o'tiradi deb tursa nima qilamiz? Xudoning qo'li bor deyapti. Bu kalta fahamlar, olimlar bir-biri bilan tortishadigan masalani omi xalqqa gapirib yubordi. Bugun xalq yangib qoldi. Xudoga makon berib bo'ladimi? Xudo maxluqqa muhtoj emas. Xudo osmonda deydi. Osmon maxluq bo'lsa, Alloh osmonga muhtoj emas. Maxluqlar Allohga muhtoj. Bu gapiriladigan masala emas edi. Bular gapirdi mana. Oyog'ingizga oddiy paypaqa mas tortur deyapti. Ko'ryapsizmi? Namozni jamlab o'qi deyapti. Bu yaqindagina misol 30-35 yil orqanimda eslaydi, ixtilof yo'q edi-yu. Bosh kiyim haqida, chotni kerish haqida, qo'lni kindikni ostiga qo'yish, ko'krakka qo'yish, bu masalalar haqida umuman ixtilof yo'q. Hamma bir xil o'qib yurardi-yu. Yaqinda paydo bo'ldi. Chotni kerma, sunnat o'qima. Ko'ryapsiz, biz oramizni buzmoqchi bular. Tarixda birov paypaqa mas tortmagan. Nimaga endi bugun tortyapti? Tarixda birov 5 mahal namoz sunnatni o'qimay chiqib ketmagan. Bugun nagli farz o'qib chiqib ketyapti. Chiqib ketyapti, atoyin bir tinga olmaydi birovni. Kibrlik osmonda, u kishim Firdavs jannatiga ketyaptilar, qolgan hamma u kishim nazarda do'zaxga, zalolatda. Ko'ryapsizmi, qaqarab ketyapti hozirgi yoshlar. Gapirsangiz mana, xo'p, hadisda olasanmi? Olasan. Ha, xo'p, hadisda bor-ku. Payg'ambarimiz alayhissalom valaddolindan keyin aminni maxfiy aytinglar degan hadis bor-ku. Nimaga buni olmaydi? Qo'lni kindikni ostiga qo'yib o'qigan namozlar haqida hadis bor. Nimaga buni olmaydi? Bizni kopiya 100% teskarimiz qilyapti. Safarda sunnat o'qiymiz, o'qimaylar deydi. Bosh kiyim bilan namoz o'qiymiz, bosh kiyim bid'at deydi. Ominni jahriy aytmaymiz deymiz, maxfiy aytamiz deydi. Aytamiz, maxfiy aytamiz. U jahriy ayting deydi. Chotni kermaymiz deymiz, chotni keradi deydi. Qo'lni kindik ostiga qo'yamiz, yo'q, qo'lni kindik tepasiga qo'yasan deydi. Ko'ryapsiz, Qur'on shifo, shifo bas deydi. Qur'onni savobi boradi, o'likka siz bormaydi deydi. Inshaalloh ularga bormaydi. O'lsin, Qur'onni savobi bormaydi o'shalarga. Nimaga aqidasi shunaqada? Bormasin ham. Chunki Qur'on haqida shuna aqida qilganmi, bormasin savobi. Chunki biz Robbimiz Allohdan umid qilamiz. Tiriklarda duosi o'liklarga boradi. Robbana g'fir lana va li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Mana Alloh Qur'onda aytadi. Shunday bandalarim bor, duo qiladilar. Ey Alloh, avvalo bizni kechirgin va bizlardan avvalgi iymonlik o'tganlarni kechirgin deb duo qiladi deb. Bu degani Qur'onda shu duo bor deyaptimi Alloh? Bu degani tiriklarda duosidan o'liklarga boradi degani. Qur'on o'qisak savobidan boradi, ihson qilsak savobidan boradi degani. Bularda hammasi teskari. Qur'on shifo desa shifo bas deydi. Qur'on kitobini sotib bo'lmaydi deydi. Nimaga desa, "Vala tashtaru bi ayati samanan qalila" degan oyat turibdi deydi. U nima desa, tarjimasi, "Meni oyatlarimni ospulga sotmanglar" deydi. Ey, to'g'miya, bu umuman bunga tegishli narsa emas bu. Bu bizdan avvalgi ba'zi bir payg'ambarlarning ummatlari kitobda hukmini pulga o'zgartirishgan bular. Kitobda kelgan hukmlarni. Xuddi shuni singari, "Ey Muhammadning ummati, sizlar ham Qur'onning hukmlarini pulga o'zgartirmanglar" degan oyatda bular Qur'on kitobini sotib bo'lmaydi deydi. Ko'ryapsizmi, qaqarab dalillik qilyapti. Shuning uchun bu Qur'on ham mana Qur'ondan gapiryapti, hadisdan gapiryapti. Ha, hadisga olsangiz payg'ambarimiz alayhisalom aytganlar, tuya go'shti yeganlar tahorat qilsin deganlar. Bunga nima deysiz? Tuya go'shti yesa tahorat ketmaydi, umuman ketmaydi. Hadis turibdi, tuya go'shti yegan tahorat qilsin deb. O'sha hadis o'sha joyda aytilgan, o'sha joyda kuch tugagan. Bir ziyofatda o'tirishganda bir badbo'y hid kelgan, unda din yangi shakllanayotgan payt edi. Bir odam yel chiqarib yuborgan, tahorat ketgan. Rasululloh alayhisalom bu o'ta darajada madaniyatliklarini belgisi shu. Yel chiqargan odam borib tahorat qilsin demadilar. Bu farosat bu. Befarosat odam aytaveradi shu gapni. U hijolat bo'lardi shuncha odamning ichida. Aytdilarki, o'sha joyda tuya go'shti, hamma tuya go'shti yegan edi. Tuya go'shti yeganlar tahorat qilsin deganda hamma turib tahorat qilib kelib olgan. O'shaning ichida hali yel chiqargan odam ham chiqib tahorat qilib kelib olgan. Ana endi o'sha joyda hadis aytilgan, o'sha joyda hukmi tugagan. Ana o'shaning uchun biz
kim hadisdan oyatdan gapirsa gapirib ketavermasa nima? Siz bilan meni Imom Azam mazhabimizmi fizika, ximiyani ustiga qurilibdimi deb. Har bitta detalga oyat hadisdan dalil bor. Qo'lni ko'tarib qulog'ingga teg'iz deyaptimi? Dalil bor. Qo'lingni chap qo'lingni ustiga o'ng qo'lingni qo'yib kindikni ostiga qo'y deyaptimi? Dalil bor. Vala dolinda aminni o'zing eshitadigan darajadagi aytgan, baland qilib aytmaganda dalil bor. Iqtido qilganingdagi imomning orqasida maxfiy namozlarda, peshinda, asrda qiroat qiladi o'sha biz aytganlik oqimlar. Rasululloh alayhisalom aytdilar-ki, imomning qiroati iqtido qilganlarga ham qiroatdir dedilar. Shu hadisni biz Imom Azam oladilar va imomga iqtido qilgan odam Fotiha surasini o'qimaydi. Bular o'qiydi. Nimaga desa Rasululloh alayhisalom aytdilar-ku deydi. Fotiha surasini o'qimagan odamga namoz yo'q degan. U hadisni nima? Imom Azam ko'rmabdilar. Burxonni Marg'iloniylar ko'rmabdimi? Kosoniylar ko'rmabdimi? Zamaxshariy shuncha olimlar shu 13 asrdan beri shu hadislarni ko'rmabdi. Bular bugun Poltayda topibdi bugun ular. Bugun o'sha Sodiq Samarqandiy ko'rib qoldimi shu fatvoni? Burxoniddin Marg'iloniylar bilasizlar, Al-Hidoya asarini yozganlar. Dunyo tika turib tan oladi mana shu kitob. Mana mashini Burxoniddin Marg'iloniy ko'rmaganmilar? Deb o'ylab qarasiz. Imom Azam ko'rmaganmilar? Ko'ryapsizmi bularni qaysi darajaga qarab ketyapti? Bugun o'sha rosa bilgani ham o'shalar yozgan kitob tarjima qilyapti xolos. O'zi kitob yozolmaydi, ularga bas kitob yozish. Shuning uchun bolalarni tarbiyasida o'sha nazorat, tarbiya degani o'zi nazorat deganida, ayniqsa hozirgi yosh avlodni imkon darajada eng tarbiyasini zo'r yo'lga qo'yib qo'yishlardan bittasi internetli telefon bermang bolalarga. Eng zo'ri shu. Chunki uyatsiz narsa ko'rib qo'yapti. Dinda qanaqadir ongini zaharlaydigan nimadir eshitib qo'yapti. Yo qanaqadir kiyinish imijini o'zgartirib qo'yapti. Qiliqlari har xil holatlarda. Shuning uchun bittagi yoshlarga bizga gapimiz yoqmaydi-yu, ota-onalar uyga borib, "Olib kelgan men telefonni" deb olib kelib qo'ydirib, o'rniga 75 ming so'mga beradigan orqasida rezinkalar yuradigan telefon bor. Nokia 1112 mi? O'shanaqani qo'liga berib qo'ying, mana bo'ladi. Hali telefonni sotsangiz, agar iPhone 12 bo'lsa, 10 ta qo'yib beradi. iPhone 12 ni puliga. Chunki 12 millionda 1 million 200 mingdan boqsa bo'ladigan qo'yib beradi, xudo xolasa. Ana o'shani qilsak, inshaalloh bolalarimizni ma'naviy tarbiyasini, ruhiy tarbiyasini, aqliy tarbiyasini, jismoniy tarbiyasini hammasini ushlab qo'ygan bo'lamiz. Shunda inshaalloh kelajakda bolalarimizni rohatini ko'ramiz. Duo qilaylik, Allohim o'zing mehribon zotsan. Bu haqiqatga sabab bo'lgan go'dak bolamizni o'ndirib, o'stirib, ota-onasi o'ylagandan ham ko'ra ziyoda eslik, xushlik, ahli ilm, ahli Qur'on bo'lsin. Xalqiga, vataniga, millatiga, diniga, ummatga asqatadigan farzand bo'lib ulg'aysin. Shu yerda o'tirgan hammalarimiz ham farzandlarimizni rohatini ko'raylik, dog'ini ko'rishdan Alloh o'zing saqlagin. Bu go'dak bolani dunyoga kelishiga sabab bo'lgan ota-onalarini, tanijonlarini salomat qilgin. Bu go'dak bolani opoq katta buvalari bor. Hammalarini umrlarini uzun, barakotli qilib ko'p yillar farzand nabiralarning rohatini ko'rib, duogo'y bo'lib yurishlarini Allohim o'zing nasib va ro'zi aylagin. Bu joyda o'tirgan hammamiz, xususan yosh ulug'larni ko'ryapmiz. Mana Allohim bularni baxtimizga sog' qilgin, bemorliklari bo'lsa shifo bergin. Ko'p yillar shunaqangi safimizni ko'rki bo'lib, duogo'y bo'lib, bizlarga nasihatgo'y bo'lib yurishlarini Allohim o'zing nasib qilgin. Yurtimizni, vatanimizni tinch qilgin, osuda qilgin, yomonlik, balo, ofat, xususan hozirgi tarqab dunyoda tarqayotgan mana vabo kasallikdan Allohim panohingda saqlagin. Allohumma salli va sallim va barik ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Rahmat, sog' bo'linglar.